Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, qadrli ko'rsatuvimiz muxlislari. O'yin kuliga, xursandchilikka nima yetsin? To'g'risini aytsam, mana shu o'zimizning to'yimizni juda ham yaxshi ko'raman. Chunki o'zbek to'yiga yetadigan to'y butun dunyoda yo'q. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum, yaxshi keldinglarmi? Marhamat. Yaxshi kelyapsizlarmi? Tasavvur qiling, kelin-kuyov to'yxonaga kirib kelishi bilan xonadoningizga nur yog'ilganday bo'ladi. Voy, ularning orqasidan barcha yor birodarlaringiz, do'st dushmanlaringiz turna-qator bo'lib kirib kelishadi. Shuning uchun ham to'y-to'yda bu yerda ko'rgan-ko'rmagan odamlaringizni ko'rasiz. Hey, temalaring bo'lgan atalgan pullarni. Ikkalamizga atalgan pullar. Avtomatik kelishlar tezroq bo'lsa, hech pulni yo'q kechadi. Keldingmi? Jongiram sen tervonsizmi jongiram? Qani, biz tayyormiz. Menga qara. Voy bo'lding. Voy. Kim bolasi osirachi o'rtada. Yo, tavba qil. Yo'llar ochiq. Olqa stol. Qoch. Xo'sh, aravaga o'tdi. Voy, to'y nimaga kerak? Kelin-kuyov orqada-ku. Yaxshi kelyapsiz. Oyda qurishga ikkalangiz ham rozisiz. Xo'sh, endi boshlaymiz. Hozir mana bundoq. Hozirda zaks marosimlari ham to'yxonada o'tadigan bo'lgan. Buni ham ko'rasiz. Mana bundoq. Voy, o'rta. Qo'shni davom bilan kam bo'ladi. Ayollar chiqib ketdi o'rta. Muhammad belgisini taqib olingiz qani? Marhamat. Boshlab bering. Sekin o'ng qo'liga taqasan, o'ng qo'liga. Jongina. Bismillah deb. Semirgamsiz bala. Kelib bola, qani endi siz. Rahmat. Hurmatli aziz mehmonlar, davramizni ochib berish uchun hozirgi so'z navbatini mana shu xonadon sohibi Boqvo akamga e'lon qilsak. Marhamat Boqvo aka. Boqvo aka, mikrofonga qarab, yaxshi yoshlarga atab bersangiz, to'yni ochib bersangiz, marhamat. Yaxshi keldilaringmi hamma? O'tirib oldilaringmi? Ha. Mikrofonga. Olishadilaring, ha? Okey. Mikrofonga. Ojanib aytolmadan, ha? Ol. Hop. Endi to'yimiz ochiq. Bemalol o'tiring. Talashmasdan, ha? Allohu akbar. Rahmat. Davomli qarsaklar bo'lsin, davomli qarsaklar o'rtoqlar. Endigi tabrik so'z navbatini kuyovimizning jo'ralari, ismingiz nima edi? Ismingiz nima edi? Abdumalijon. Abdumalijonga hozirgi so'z navbatini e'lon qilsak, ikki og'iz yaxshi niyatlarni davomli qarsak ostida mikrofon orqali eshitsak, marhamat. Yana bir yaxshi tomoni, do'stingiz ham, dushmaningiz ham bu yerda sizga yaxshi niyat qiladi. Marhamat Abdumalijon, davrasiga muntazam bugun nikoh kechasiga yig'ilgan ekanmiz. Avvalambor assalomu alaykum. Nima deymiz endi? Do'stimiz baxtli bo'lsin. Baxt saodat tilaymiz, yaxshi farzandlar bersin. O'g'ilni bersin. Bundan buyog'iga o'rtajoy endi. Rahmat do'stim.
Rahmat. Спасибо. Assalomu alaykum azizlar. Qaynisinamni juda ham поздравлять etaman. Men xursandman meni yangi qilib olganlaridan. Nasib shu g'ot Xudo xolasa ularga ikkita Xudo farzand bersin. Поздравляю, дорогуша. Ой, извините. Поздравляю. Дорогуша. Поздравляю, душечка моя. Ой, qanday yaxshi tabriklayman. Qarshi. Assalomu alaykum. Fayzli xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar. Voy, kechirasiz. Voy, xush kelibsizlar. Opajon, baxtli bo'ling. Mana sizga o'xshab tez yurgin. Pachajon, tabriklayman. Mana shunda opam ovozsiz, a? Men bitta she'r aytib bermoqchiman. Loladek ochilgan kelin kuyovning peshona yulduzi charaqlab tursin. Shodlikka to'lib go'zal zamonda jajji farzandlari yetinglar. Qarshi. Kechirasiz seni. Menga emas, gulli kelin bilan kuyovlarga. Qarshi. Meni simaqasan qo'yib. Pilis qo'y, o'z ovoz charchayapti. Kelmamiz vaqtlanib qoladi hozir. Qo'yar kim biladi. O'yin kulgisiz to'ymi? San'atkorlarga aytsangiz bas, xuddi gramofon plastinkasini almashtirgandek, zamonaviy mini disk degan narsalarga yozilgan xohlagan qo'shig'ingizni qo'yib berishadi. Qaldirg'och qanotida qoshingga borgim kelar, ko'ngilga sig'mas qilib men qayorgim kelar. Qaldirg'och qanotida qoshingga borgim kelar. Yallama yorim, yallona, yallama yorim, yallona, yallama yorim, yallona, yallama yorim, yallona. Yallama yorim, yallona, yallama yorim, yallona, yallama yorim, yallona, yallama yorim, yallona. To'y o'zi juda ham yaxshi narsa-da. Qaniydi, bir kun emas, har kuni to'y bo'lsa edi. Lekin har bir narsani boshi bo'lganidek, poyoni ham bor. Mana to'y ham o'tdi. Ertasigayoq kelin bolaning asal oyi boshlanadi. Bir ham havasim kelyaptiki. Ko'kterek vaqti bilan soat 11 dan 9 daqiqa o'tdi. Sizlar uchun qo'qonli xonanda Sidiqjon kuylaydi. Ana. Oling o'tda. Oling. Hop. Nima bu yurish? Ha, nima? Oynaga qarab chiqmaysizmi? Ha, nima bo'ldi? Qo'y. Hamyoq qora bo'lib ketdi. Olib keling. Olib keling o'zi martaba. Hadi bu keliniz jazor kachigardi. Hozir o'zi yoqqan samovardan choy damlab beradi. Ha, maza qilib bir ichasdi. Ha. Olib o'tiring. Ha, qilib o'tiring, yeb. Solib o'tiring og'zingizga. Ha. Qani choydan qo'ying. Yaxshilab qaytaring buni, qaytarish kerak edi, baraka topkur. Ha, dada iching. Qo'ying meni pelamga. Qo'ying shunga. Arzimaydi. Non oling. Tozing. Ha. Adamlarga bering, adamlar o'zlari ushlasin. Mana Non ushating, nonni. Non ushating. Oling. Ana oling. Mana to'yga ham 3 kun bo'ldi. Aylantirib kelaman dudingiz. Qachon olib chiqasiz endi? Asal oyini zo'r nima o'tkazamiz deb aytuvdingiz. Hop. Ota hop, olboraman. Qachon olib boraman deysiz, hech olib bormayapsiz. Hop dedimmi? Tolaga olib chiqaman degandingiz. Hop. To'ydan oldin Angliyaga olib boraman degandingiz. Mana shuncha turganda qanaqa asaloyga borasan? Bunga qaramaysanmi? Tirayonindan. Yer chop. Nima deyapti? Xonadoningizga kelganiga hali 3 kun bo'lmasdan sayohatga olib keting. Asal oyimish. Peshonangga bir mush tushirib zahar oyi qilib qo'yaymi deyishingiz kerak. Juda zab ish qildingiz-da. Bundan ko'ra sigirga qarasin. Sutini ichishi bilgan, tegini tozalashni ham bilsin.
tushay mana buni. Qani? Ha? Bosdik, yaxshilab. Endi olamiz. Iqtol bo'ling, yaxshi. Endi ikkinchi partiyasini olamiz. Ha, yaxshi. Yaxshi. Qani. A'lo, iqtol bo'ling. Endi solamiz. Mash. Qani. Yaxshi. Mayillik bilan sog'ing. Tushyapti. Ustun yaxshi. Mana bu yer endi sizniki. Bozordan narsa tashimay desangiz, ekinga yaxshilab qarang. Bu yer siz bilan eringizni boqadi. Voy. Appa. Bore. Jonga tegdi hammasi. Nimalar quvas? Ham yer chopishmi? Almanga bering. Yer misoli ayol. ikki bir. Ko'rdingizmi? Maylik bilan. Siz bo'lsangiz mana qanday chopasiz. Qani, olg'a. Oling ketmonni. Qani boshlang. 2 1. Qale. Voy, aka. To'g'ri yo'ldan yur, ha. To'g'riga qayda. Akene o'tiring, men olib borib qo'yaman. Japochcha olib bora olmasizlar. Qanaqa odamsiz? Siz nima ishingiz bor? Xotin kishiga ham ot yetaklatadimi? Sizdan o'rganamiz endi nima qilishni. Buni pravasi bor. Keneye. Shu yetaklayapti. Keneye yashab yuribsizlar shu odam bilan, qo'yingni. Hayda. Sezir. Yuribman, oyi. Qayerga o'yga? Tort. Qani, yura qol. Tiqirliging Tort. qo'ysin. Yura, yursang-chi. Tort uzunroq ushla, arqonni uzunroq. Olsin. Taqir olsininglar. Yordamlashib bering. Hozir. Voy, bo'la qoling, arqonni ushlang. Qo'rqaman hamma. Tortay, kelin, tort. O'rgan kelinglar. Torting, kuchingiz bormi? Hali bitta tug'masdan shu ahvol bo'lsangiz, erta tuqqaningizda nima bo'ladi? Torting. Torting, olsin. Voy. Olsin-chi. Voy. O'rgildim sizda, bo'la qoling, ha. Yura. Ana. Bo'larkanmi? Qo'rqaman deb yurishingizni qara. Kalovatni oldiga yur. Kalovatni oldiga. Kela qo'y. Ha. To'xta, yashab. Qani tusha qoling, adasini ehtiyot. Yasha. Bor otxonaga maylab qo'y, otxonaga. Hozir. Ha, xotin. Kavayonni yech. Voy, tez. Yech buni. Bu katta qaynag'angiz biroz jahldor, mushtog'ir odam. Oilada bu kishini aytgan, degan. Hurmatini joyiga qo'yishingizga to'g'ri keladi. Obka qatingni. Bunisi ham eringizni akasi, lekin kattasini ukasi. Xullas, ikkovi ham eringiz akalari. Dili pok, oq ko'ngil qishloq yigitlari. To'g'risini aytsam, shahardan qishloqqa kelin bo'lib tushgan ko'p qizlar avvaliga qiynalishadi. Lekin ularning ichida ayrimlari ko'nikib ham ketishadi. Bo'lmasamchi, haqiqiy asal oyini qishloq kelinlaridan so'rang. Chiqlaring tez. Ha, genalga. Turay Anvar. Ha, yana bir ma'lumot. Aytishlaricha bu yigit shu qishloqlik bir qizga uylangan ekan. Lekin o'ta kulturli bo'lgani uchun xotini tashlab ketgan ekan. Men erkak kishima o'zim ochib bera qolay. Ehtiyot bo'ling. Endi qani ketingdan yuraveringlar-chi. Hop, mana qarab turing. Ana, bu yoq o'rtasiga o'ting. O'rtasiga. Chamizlami? Shunaqa ham befahm bo'ladimi, ha? Yaxshi. Sal. Engashtiribroq, ehtiyot bo'ling. Sekin, qo'yib bering. Ha, yashaylar. Odam charchab ketdi, ey. Kiyimim ham sal iflos bo'ldi. Hop, siz sekin tushuninglar, men akanglar bilan gapirishib olaychi. Tushunamizmi? Rahmat, olib kelganim yetadi. O'zinglar bemalol tushiraveringlar. Keling, g'ardab qilganingiz bo'la qoling. Keling ham o'rgating. Qilaman. Rosa qildim. Bo'la qoling, qani chiqing. Voy, ushlab turibman-ku.
Makinaye yana o'zingizlarga qolib ketdimi? Ha, okey. Anvar qani qulayotibdi. Bo'pti bu. Ishga solib qo'ydingmi? Qarab turing. Hozir kim o'zim o'qitaman. Anvarjoy, Anvartoy. Voy. Sizlardan boshqa odam qurib qopti o'zi. Ko'tarib yuborsangiz bitta o'zlariga og'ir, ey. Qo'y. Bitta o'zlari olib keta olinglarmi? Okey, yaxshi o'tiribsizlarmi? Otam ko'rinmaydi. O Anvar, otam qanday? Xudoga chiqib ketdilar xudoga. Kelib qoldilarmi? Hormang. Okey, qarang. Kelinim xatkilayim o'zi o'qib qopti. Sen ham ajrashmaganingda xotining qamish tashib yurgan bo'lardi. Savurmay. Aslan ham xudoga chiqishinglar kerak odamlar oldilariga. Olinglar. Ha, tez qimirlalaring. Qora ochib ketdi. Anvar shu qo'shimcha yaxshi yigitdi. Qo'y bola, uylansa mashg'ulotni senga beraman. Tushundingmi? Ey qo'shni. Berki. Keling, Quloqmon deb o'lib 3 ta erkak o'tirib olganinglarni qaranglar. Rahmat sizlarga. Allohu akbar. Qo'yingni. Bar. Menga qarang. Ey kelin. Ovqat pishdimi? Hozir. Xudoga chiqaman. Yana bormi oshiradan? Yaxshi teginglar oling, yaxshi. Ustiy tomondinglar oling. Ustinglarni torting, bo'lib engashing, tez bo'lsa-chi, shaharda o'rganmagansiz bir ish. Qani mana yoqqa torting, qani, men qarang. Men qarang. Torting, tushundingmi? Oyog'ini qo'ying, yaxshi. Yaxshi. Qanaqa davom etamiz? Tepadan oling, yaxshi. Shaharda o'rganmagansiz bir ish. Oy, yaxshi. Yaxshi. Chang tushmasin toshingga. Shaharda bo'yatgansiz bunday toshlarni. Davom etamiz. Pastga oshna oling. Yaxshi. Qo'lni quvib farqi yo'q. Yomg'iradi. Oling, chiqaring. Yaxshi. Tepada. Men bu yerda ham turibdi. Uzun cho'p turibdi. Yaxshi. Bo'ldimi? Bo'ladi. Davay. Bu yerni bir teptirman o'zim tortib turaman. Qani. Voy boshim. Kelay? Tandir u yoqda emas, bu yoqda-ku. Hozir. Imillamay bo'la qoling tezroq. Hozir. Mana men bitdan yoqar ekan. Hozir. Qog'oz ham tayyor ekan. Hozir. Hozir boplaymiz. Ana. Hozir de. Ana, hozir yondiramiz. Nima qilyapsan? Nima bo'ldi? Voy, nima bo'ldi? Kalla bormi? Xuddi qadimni tekin yo'qini olib. Voy, yotdi dizu. Baraka topib olovni o'chir. O'chir olovni. Chaqa qilmayapsanmi? O'chir. Qo'ling bilan tez, qo'l bilan. Bilmayman-da hozir. Voy. Ay qo'lim. Voy. Qo'ling bilan tez, qo'ling bilan.
Hozir. Qo'lim. Bo'ling. Hozir. Nariroq turing. inson. Ko'pa yoqadi. Tushundingizmi? Barakada tepaga yoqing. Bo'ling. Hozir. Chaqa qilmanglar. Ha, shaharda gaz yoqib o'rganib qo'yasiz-da, ha? Tandiroq ish bilmaysiz. Yoqing. Hozir. Bo'ling chaqam. Play meni. Qattu. Ha, yaxshi. Play. Chaqa. Aka non pishdimi? Ha? Qanday jonga tegdi? Qara o'zi ekaningga. Qara bitasiz. Shuni ham yoqishni bilmaysizmi, kenayi? O'rgadim sizdan. Ana kirasing yoqing unda. Hamma ham tutatib qoladi. Mamindami? Shunday yoqib. Voy, qara. Voy, qolaman. Olib kel. Ha, olib kel. Tez. Hozir men olib ketaman. Qarang qo'shni. Ha, olib kel. Ha, top. Yaxshi, barakallah. Ha, bo'ldi. Bo'ldi, obod. Tega suv sovarkan, azgina tega. Voy, chiqyapti. Qotib ketdimi? Voy, ham shoni bo'lmaydi bularga. Qo'shni? Abi tuzroq suv amismi buni? Ayolim. Menga qarang, bergan andavezni qarang. Vaqtanda, qani? O'rog'im andavan bu qiyshu andavarim berib. Obbo. Andavan yarasa oqibdi. Voy, o'tir. Yo'q. Hozir. Nima bu? Oy, zibosing qo'shni. Ha, buni andavanlik joyi qolmabdi-ku. Sekin, oy qo'shni. Yaxshi gapirish kerak. Nimasiga yaxshi gapiraman bularni? Oy, zibosing. Sekin, bo'ldi qilinsan. Menga qarang. Sekin, yaxshi gapirsangiz, bular ham yaxshi gapga ilon inidan chiqadi deydi, aka. Bular ilondan 5 battaru. Ya, bular bolalaringiz onasi. Ha, endi Yaxshi gapirib ish chiqib o'rish kerak. Onajonisi. Olib kela qoling choyingiz. Qani. Hay, qayoqdan kun chiqdi adajonisi? Katta xolangning hayvonidan chiqdi. To'la qol ko'zim ko'rinma. Mana ko'rdingizmi? Bularga umuman yaxshi gapirib bo'lmaydi. Aka, muomalani ham qalpoq qilib qo'ydingiz-da, o'zingiz ham-da. Bularni ham ko'ryapsiz-ku, mana ahvolni ko'ryapsiz-ku. Ya qo'ying. Hey, kelin. Olib keling. Jima turing, adasiz ham. Tez yuguring. Hozir. Hey, kelin. Kalla bormi o'zi? Bu yerda suv nima qiladi? Ko'kterida 10 yildan bir suv yo'q. Boring ko'chadan olib keling suvni. Tez. Hozir. Ko'p baqirmang aka. Yot sanama. Voy, o'zingiz olib kelavering. Hozir. Voy. Hozir. Voy. Yiqilib ketsin. Hozir. Hozir meni ketyapman. Hozir. Mana ketyapman. Negadir yurmayapti. Voy. Tursa ishchi o'zingizdan. Bunchaga turdingiz.
hozir. Yur dedim. Hozir. O'shankenayi. Xo'p, qani. Qiynalib ketdim. Dir. Nega dir deysiz? Ixding. Chu. Voy. Torting kenay chu. Voy yurib ketdi. Yurib ketdi. Chu. Chu. Voy. Yurib ketdi. Chati kenay. Yisro. Siz bo'lmasin. Nega haydang kenay? Nega? Qayoqqa haydayapsiz kenay? Uyga haydang. Chu. Voy, u yoqqa emas, bu yoqqa. Halsan sizga shoshmay turing. Voy, hali teringiz omon qilmasammi sani? Hasib qilib hamma qarindosh urug'imga tarqataman. Urishmang. Yaxshi kenay, urishmang. Sigirili boshingizda qolsin. Bu yoqqa emas, Voy, qayoqqa? To'xta. Voy tavba opajon. Voy, nima qildingiz o'zi? Voy tavba, uy yuzlarini. Voy qo'llarini qaranglar, nima qildinglar? Men bilan qarang yuzlarini. Voy tavba, biz sizlarga shuning uchun bergan edikmi? Voy opajonim, rosa qiynalib ketibsiz-da. Voy nima o'tadi? Qarang ahvollarini, qarang nima o'tadi? Nima qildi? Namchi baqirasan. Yuzlarini qarang. Voy tavba qildim. Hech narsa qilmaydi, o'lmaydi. Namchi baqma qilasan bo'ldi dedi. Isaxon, hali yoshlar-da. Voy, qo'lingni tort qo'lingni. Menga qara, olib ketaman opammi? Men bu ahvolda-chi, opammi? Top ber. Yiqaling. O'rgildim sendan. Voy, tavba qildim. Menga qarang, meniga qarab qo'lini ko'taryapti meni. Menga qarang, pochcha, opamni nima qilib qo'ydingiz? Qaranglar, qo'llarini qarang, yuzlarini qarang, tavba qildim. Voy tavba, nima biz sizga qullikka beruvmidik opammi? Tavba qildim. Yana nima bo'ldi deysiz? Voy, ehtiyot bo'ling. Men opamni tashab ketmayman. Dadangga hayronman. Baqalardan shu qovunni olib. Bularga hazır qo'ymayman. Opa meni qaytib kelmanglar. Hadi. Ha, hayotda nimalar bo'lmaydi deysiz. Birov eridan kuygan, birov xotinidan kuygan. Odamzodga tushunish juda ham qiyin. Lekin bizning ko'rsatuvimiz hamma narsaga iloj topadi. Bunga ham yo'l topadi. Qanday qilib deysizmi? Qani yaqinroq o'tiringchi. Juda yaxshi. Endi yaxshilab quloq soling. Agar sizning eringiz yalqov bo'lsa, agar sizning xotiningiz noshud bo'lsa, unda eng yaxshi maslahatim ajrashing. Ha, qo'rqmasdan ajrashing. Ajrashish, to'g'risini aytsam, oson ish emas. Ikki tomon roziligi bilan sudga ariza beriladi. Sud ishingizni ko'rish uchun bir necha oy poylaysiz. Shundan keyin eringizni yaramasligiga, xotiningizni ahmoqligiga ularni ishontirganingizdan keyin ular lozim topib sizlarni ajratsa, bu sizning baxtingiz. Shunda siz, maslahatim, el yurtni aytib katta to'y qildingizmi? Yana shunday to'y qilib ajrashing. Xush kelibsizlar. Xo'p. Men ko'p gapirdim. Men juda ham ko'p gapirdim. Aytdim, ey uka, amunda xotinni sal jilovlagan. Bo'lar bo'lmasga har narsaga ishlab turma dedim. Mana, okayning ahvoli. Sen ham okayingga o'xshading mana. Kerakmidi shuncha xarajat mana. Shuncha odamni yig'ib Mametga gapirmaydi-manu tilim qichiydi. Mayli endi nima bo'lsa bo'ldi. Ajralish to'yimiz ochiq. Uka, men. Bu yoqni endi o'zing amallik. Rahmat. Sen endi bo'ydoqsan, ishi jigarim. Yoningda go'zal yor ajrashmoqdasan. Bu kecha katta to'y tantana bilan kuyovlar safidan haydalmoqdasan. Kuyovlar safini buzding jigarim. Kelinning qalbida havas va alam, ne uchun kelinga qilmasin alam? Chunki yonidan ketding jigarim. Rahmat, iloyim ajrashganingda rost bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Yaxshi niyatlaringiz o'ziga ham hamroh bo'lsin. Biz bugun ajoyib ajrash kechasiga yig'ilgan ekanmiz. Men juda ham xursandman. To'g'risini aytsam, boshida hech kim yoqmagan. Birinchi navbatda o'zim yoqmagan. Voy, mana sen O'zing o'char. Menchi juda ham baxtiyorman. Voy tavba. Bitta o'ylab bersam maylimi?
Tavba qildim, kene. Qo'yvar, zo'rdan. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar, gulga o'xshar gulnozalar, gulnozalar, bir-biridan ochilishib o'ynaganday dilni olar dilnozalar, dilnozalar, bir-biridan go'zal bo'lib o'ynaganday dilni olar. Mendan so'rab qolish mumkin-da, bu ikki yoshi o'rtasida mebel, stenka, idish tog'adiganday narsalar bor. Shular nima bo'ldi? Shuning uchun ikki og'iz bir narsa devorsangiz. Marhamat. Voy, biz bu yerda kelishib oldik-da. Hamma olib kelgan narsalarni, kurpacha, mebel, там всякие вещи мы оставляем. Tushundingmi? Hammasini tashlab ketamiz. Biz hali ko'p narsa senga olib beramiz. Tushundingmi? Siqilmagin. Xo'pmi, hammasi yaxshi. Bir minut. Kene, odam unaqa yerga urvormay. Sizlar narsalar bizga kerak emas. Do'stim, ber hammasini. Ani uchastkani ham bervor. Beraman. Hech kerak emas. Xudo xolisa menga bering. Mana aziz do'stlar, bo'ldi, aziz do'stlar, mana Anvar akamning xonadonlariga kelin bo'lib tushganimga 2 oy bo'ldi. Endi bu xonadonni yelkamni chuqur ko'rsan, Anvar aka. Mana shu hamma narsa bor-ku, meni eslab turish uchun sizga qoldirib ketaman. Hamma narsamni, xo'pmi? Haya qarang, aynalik. Mana bir narsani aytishim kerak. Sizlar tomonga qurayotgan uchastkam bor edi-yu, esizdami? O'sha fundamenti endi boshlangan. O'sha esizda? Hammasi sizga o'tqazaman. Rostdanmi? Gap bo'lish mumkin emas. Gap yo'q. Voy, qaring bolaji. Hamma narsa sizga sovg'a. Bolam bo'lmasa ham, siz tomonga berasiz. Rahmat Anvar aka. Rahmat. Молодец. Ofarin. Bunaqangi oqibatli er-xotin birinchi ko'rishim-ey. Qoyilman ey. Boshqa uchastka mebellarni bir-biriga padalib yuborsa. Qoyil, qarshi o'rtada, qarshi. Kech qolmadimizmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Keling, sizni kutib turgandek. Kira qoling. Xush kelibsizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Hozir. Hozir sizga uch kapga beraman. Anvar og'ay, menga qara. Zakisdan kelishdi. Mana bo'ladi mana shu. Shuni ajrashib olaylik. Kela qolinglar. Yaxshimisiz? Mana biz sizlar arizingizni ko'rib chiqib, sizni ajratishga qaror qildik. Marhamat, qo'l qo'ying. Ha. Shundoq, kelin bola, endi siz navbatingiz. Guvohlar ham shu yerdami? Ana, qani guvoh siz ham qo'l qo'ying. Yarashaman desa yo'l qo'ymaymiz dekingda. Tushuntirishgan bor. Juda ham yaxshi. Xatga tushding, o'tga tushding degani. Xo'sh, endi bir daqiqa. Ani qog'ozlar bering. Mana. Shu bugundan boshlab sizning nikoh shartnomangiz bekor qilinadi. Rahmat. Mana bunisi sizga. Bularga berasiz. Mana bunisi esa sizga. Tabriklayman. Qarsak chalinglar, qarsak. Juda ham yaxshi. Xo'sh, endi uzuklarni qaytarib bering. Ha? Mana. Yo'q, berishingiz shart, ha? Bera qoling. Juda ham yaxshi. O'zimizdan uzumi? Mana shu 2 yoshga qarab turib, nima ham derdim. Anvarjon, do'stim, bo'ydoqlar safiga qaytganing rost bo'lsin. Tabriklayman do'stim. Singlimiz Dilfuzaxon. Bugundan boshlab bir o'zingiz yotasiz, mazza qilib. Bu 2 yoshga qarab turib, nima ham derdim. 4 tomoningiz qibla. bahor chog'i olam yashnab kulganda shaydo ko'ngil zavqu shavqat to'lganda ko'ngillarim endi oshna bo'lganda mani sendan seni mendan ayirdilar
ham sendan ayrildim sen ayrilding men ham sendan ayrildim do'stlar hech kimga deyardin ayrilmasin mehribon munis o'shal chin yordin ayrilmasin hay yor yora sapsari ko'ylak kiyib buncha meni yondirasan har zamonda bir qarab voy beajal o'ldirasan. O'zi odamlarga yaxshilik qilib bo'lmaydi. O'lib, tirilib to'yga maslahat berasan. Kelishmovchilik bo'lsa, biror bir falokat ro'y bermasin deb ajratib ham yuborasan. Ularchi, ularga baribir. Yana turmush qurishmoqchi bo'ladi. Bo'ldi. Endi maslahat bermayman. Bilganinglarni qilinglar. Gap yo'q, gap yo'q.